Sirli qo'ng'iroq bir qism. Ali oddiy yigit edi. U Toshkent chekkasidagi eski ko'p qavatli uylardan birida yashardi. Ishdan charchab kelgan kunlarning birida, kechasi soat taxminan 23:47 da uning telefoni jiringladi. Noma'lum raqam. Ali avvaliga e'tibor bermadi. Lekin qo'ng'iroq tinmay yana chalindi. Oxiri ko'tardi. Alo. Bir necha soniya jimlik. So'ng past, titroq ovoz eshitildi. Meni eshityapsanmi? Ali hayron bo'ldi. Ha, kim bu? Yana jimlik. Keyin. Iltimos meni top. Qo'ng'iroq uzildi. Ali kulib qo'ydi. Kimdir prank qilyapti shekilli deb o'yladi. Telefonni qo'yib yotdi. Lekin oradan 5 daqiqa o'tib yana qo'ng'iroq bo'ldi. Xuddi o'sha raqam. Bu safar u tez ko'tardi. Kim bu? Nima kerak? Ovoz yana chiqdi, lekin bu safar aniqroq. Men shu yerda sening yoningda. Ali birdan o'rnidan turib ketdi. Xona ichiga qaradi. Hech kim yo'q. Deraza yopiq. Eshik qulflangan. Sen kim o'zi? Qayerdasan? Telefon ichidan shivir eshitildi. Orqangda. Ali sekin orqasiga qaradi. Hech kim yo'q. Yuragi tez ura boshladi. Bas qil. Kimsan o'zi? Bu safar telefon ochib qoldi. Ekran qorayib ketdi. Ali telefonni qayta yoqdi. Raqam yo'qolgan. Go'yoki hech kim qo'ng'iroq qilmagandek. U o'sha kecha uxlay olmadi. Ertasi kuni ishga bordi, lekin boshi qotib qoldi. Kechagi voqea miyadan chiqmasdi. Tushlik payti do'sti Jamshidga aytdi. Jamshid kulib yubordi. Biroq bu aniq prank. Kimdir seni qo'rqitmoqchi. Yo'q, ovoz juda galati edi. Unda qayta qo'ng'iroq qil. Ali darhol o'sha raqamni qidirdi. Topilmadi. Go'yoki u raqam hech qachon mavjud bo'lmagandek. Kechqurun yana uyga qaytdi. Ichida galati qo'rquv bor edi. Soat yana 23:47 bo'ldi. Va telefon yana jiringladi. Bu safar Ali qo'rqib ham, qiziqib ham qo'ng'iroqni ko'tardi. Alo. Ovoz bu safar ancha aniq edi. Nihoyat sen yana ko'tarding. Ali asta gapirdi. Sen kimsan? Men shu uydaman. Ali yuragi siqildi. Bu yerda faqat men yashayman. Yo'q, sen yolg'iz emassan. Shu payt xona ichida nimadir qarsilladi. Ali sekin boshini burdi. Shkaf eshigi ozi ochilib ketgandi. Telefon ichidagi ovoz pichirladi. Endi ko'rdingmi? Ali qo'rquvdan muzlab qoldi. Qo'ng'iroq uzildi. Va shu bilan hammasi boshlangandi.